Pikas. Joyingdan chiqmar o'tsan, meni faqat ko'ngli toza odam meni olur. Meniki toza. Yo'q, men sening qalbingda zulmat sezayapman o'g'lon. Sen o'zgalarning jonini olgansan. To'g'ri, lekin faqat yovuz maxluqlarnikini yoki sizlarni himoya qilish maqsadida. Farq qilmas. Jon olmoq bu gunoh. Barakat. Lekin gunohingni yuvishing mumkin. Oh, Qasamyod bilan boshqa o'ldirmaslikka. uh, Bu buzib bo'lmas. Pikas qasamyodi. Faqaytib olib bo'lmaydi. nomusim bilan qasam ichaman boshqa o'ldirmaslikka. Unda shunday bo'lsin. Tavba, Pikas bilishga sabrim chidamay ketyapti. Shoshma sarguzashtchi. Axir Sen ko'pdan ko'p boyliklarni o'g'irlamaganmiding? nima men yengan maxluqlarning xazinalarimi? Lekin ular boshdanoq senga tegishli emasdi-ku. To'g'rimi? Xo'sh, balki Sen barcha oltinlarni beva bechoralar bilan bo'lishmoqqa va'da bermog'ing lozim. mayli. Men barcha oltinlarimni muhtojlarga tarqatishga va'da beraman. Ha, yaxshi. Zo'r. Pikasvoslik vaqti keldi. Yo'q, noto'g'ri. Chunki pokiza insonlar xamir ichmasliklari lozim. Men nima ichishni tashlashimni istaysanmi? Mayli, shu bo'ldimi? Yana so'kinmaslik. Bu endi men sen bilgim kelyapti tezroq. To'g'ri aytasan. Endi seni minsam maylimi yog'duli ulov? Deyarli sen so'nggi bir qasamyodni qabul qilishing zarur. Seni minish uchun hamma narsaga tayyorman. Meni minmoq uchun ritsar ant ichmog'ing lozimki, zino qilmaslikka. Negaki go'zal qizlar bilan yotish gunoh. Xo'sh, bu borada meni shundog'im omadim kelmayotgan edi. Shunday ekan, menimcha O'zingga ham ushlamasliging kerak. nimani nazarda tutayotganingni bilmayman. Mayli. Va'da beraman zino qilmaslikka va 5 ga 1 urmaslikka. Sen endi to'liq. Yo, tavba. Kelib mining meni, o eski ritsar. Akkalangiz skameyka. Video Shootgroup Prime King tomonidan Kalamdagi ovozlar YouTube kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. Original Dungeon Sub kanalida.